Dünyadaki çoğun baylarının baj məxbiyeti. Dünyada 3000 dek favqulodda çoğun baylar var. Var qaysi dövlətlərdən var. Əlbəttə Amerika, Angliya degəndək tərəqqi tapqan dövlətlərdə əlbəttə köproq. Əmdə bu çoğun baylarınki baj məxbiyeti nima? Bunun həqiqətini bilib gəlsək, adətdəki adamlarga nəhayət bək besim buldu. Qandaq degəndə, şu ən bək baj tapşırışqa tegishlik mana şundaq çoğun baylar əməliyyatda baj tapşırmaydı. Yoki nəhayət az baj tapşırdı. Ən bək baj tapşırışqa muvafiq emas yoki əslidilla pulu az adətdəki nurgun adamlar əməliyyatda bajni to'liq tapşırdı. Çünki bu çoğun baylar şu dövlətlərdə ularning alayda bir o'rinlari bo'lgandikin, bularning o'rtaq bir sistemasi var. Liyan Jinrong Shitong deydigan xalqaro bir pul muomala markazlari bor. Buni balkim ba'zilar anglab baqqan, masalan, Cayman Chundao, Angliyaninki Jimindesi. Luxembourg deymiz Yevropadagi. Angliya degandek mushu bir qism davlatlarninki alayda bir rayonlari bor. Mushu baj kechirim qilinadigan bir rayonlar. Mushu yerlarda alayda bir pul muomala organlari bor. Mushu organlarda bu xalqarodagi cho'ng baylar bir ana shirkat yoki bir Jijin Gongsi degandek bir shirkatlarni mushu baj kechirim qilinadigan baj yo'q rayonlarda qurib qo'ydi. Qurib qo'ygandan keyin mushu yerdagi hamda quruq qap shirkat, Kunka Gongsi deymiz, quruq shirkat bilan shu davlatning ichidagi shirkatlarni kontrol qilib, bu pullarni ayaga yo'tkab, ayadan bajga topshirmay turib ishilta oladi. Dunyoda 3000 dek mana shundaq favqulodda cho'ng baylar bor. Hamda bu baylarninki to'liq bayligi ma'lum emas, maxfiyatlik. Hamda maxfiyatlik deganda hozir dunyoda bag'an sirima, dashuji, cho'ngsalliq ma'lumot hamma yerni qoplayotdi. Bu cho'ngsalliq ma'lumot qandaq odamlarni to'liq o'z ichiga olgan deganda shu odatdagi kirimlik odamlarni to'liq o'z ichiga olgan. Kirimingiz qanchalik oz bo'lsa, qanchalik odatdagi odam bo'lsangiz, sizning barliq kirim chiqimingiz, barliq hisobotingiz amaliyotda shu cho'ngsalliq ma'lumotning ichida to'liq bor. Sizning amaliyotda maxfiyatingiz yo'q. Hamda shu puli favqulodda cho'ng odamlarning bir maxfiyatlikdan iborat shundaq bir huquqi bor. Bular mana shundaq pul muomala sistemalari orqali o'zining haqiqiy pulini u cho'ngsalliq ma'lumotning ichiga kirgizmaydi. Mana shundaq Liyan Jinrong Shitong degandek xalqaroliq bajdan o'zini qochira oladigan o'rinlardagi bir yurish tartiblar orqali u sistemada yo'q. Ularning qanday pul xashlayotganligini, ularning qanday kirim qilayotganligini uqulolmaydi. Ular shuningdan o'zini qochira oladi. Masalan, biz biladigan Bezos deymiz, Buffett deymiz, hozirgi shu Trump, Elon Musk deymiz. Mana shundaq cho'ng baylarning nurg'unlagan pullari shu sistemadan o'tadi. Ham bu sistema hozirgi shu har qaysi davlatlarning pul muomala sistemasida yana qonunliq deb e'tirof qilingan. Yoki yerlik hukumatlar bilsimi buningga amal qilmaydi. Ya'ni bu xil pul hisobda qonunsiz emas. Shundaq holatda bir taraf qilindi. Doktor To'lqin Qodir muallimning yillik korxonchilar klubini tushunmoqchi bo'lsangiz, tuvandagi undidor bilan aloqalashing. Shunga har qaysi davlatlardagi masalan baylarning tartibi, fuqaho deymiz, fubus deymiz. Mana mushyalardagi sansifirlar, tartiblar, mushu cho'ng baylarning bayligi amaliyotda haqiqiy baylik emas. Hamda bu bayliqlarda ko'ringani nima desa, mushadagi Shangshigungsidagi haqiqiy oshkora sonlar. Ma Shangshigungsini yo'shirib qo'yolmaydi. Shangshigungslardagi bularning pullari bu oshkora. Lekin bularning yana bir turkum pullari Shangshigungsidan boshqa o'zininki Jiazhou Togungsi deymiz, o'zining yana bir kontrol qilgan ana shirkatlari, mush Cayman Chundaodagi ana shirkatlar orqali kontrol qilindi. Bu pullar masalan Fubus degandek payxon banklarni o'z ichiga olmaydi, u yerga kirmaydi. Kirmagandan keyin bu har qaysi davlatlarning yoki xalqarodagi bu eng cho'ng boy bu deganlarningki haqiqiy sonliq ma'lumoti noma'lum. Biz anglayotgan xabarlarda chiqayotgan eng cho'ng baylar amaliyotda eng cho'ng baylar emas. Ulardan boshqa ba'zi texmi cho'ng baylar bayligini yo'shirdi. Uning necha puli borligini uqulolmaydi. Demak, bu odamlar birsi bajdan o'zini qochira oladi. Ikkinchisi hukumatning to'liqlamalariga erisha oladi. Uchinchisi yana nurg'un joylarda bularga haq elinmaydi. Bular bekorga yashaydi. Demak,
Dünyadaki muş kapitalizmninki bo'lmaydigan bir tarafining birisi mana mushundaq taraflar. Endi bu gaplarni bugun deb berishimda dunyoda mushundaq o'yinlar bor. Odatdagi odamlarning kirimi bilan amaliyotda mush ishlar munosabatlik. Biz bilan munosabatsiz bu yuqoridagi odamlarning ishi ekan desak bo'lmaydi. Bizning kirimimiz bilan amaliyotda ozdir ko'pdir munosabati bor. Shunga ba'zida mushunda qaramoqqa biz bilan munosabati yo'q, odatdagi odam bilan munosabati yo'q, ammo ya'ni surishtirib kelsa munosabati bor mushundaq ishlarni, bundaq bilimlarni bilib qo'yganimiz yaxshi.